Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun PM News kanalida O'zbekiston terma jamoasining Kannavaro boshchiligidagi Kuvayt terma jamoasiga qarshi o'yini va Urugvay bilan bo'ladigan o'yin haqidagi savollarimizga javob olamiz. Studiyamizning bugungi mehmonlari sharhlovchi Hasan Turdaliyev va Muhammadiyor Soliyev. Xush kelibsizlar. Rahmat. Demak, birinchi savolimiz. Terma jamoamizning boshlang'ich tarkibi qanday bo'lishini kutgandingiz? Endi hozir jarohatlardan kelib chiqadigan bo'lsak, deyarli shunaqa tarkibni men kutgandim. Unaqa bir katta bir Amerika ochmadi hali. O'zi Kannavaro baribir hali endi keldi. Men futbolchilarni ham kim nimaga qodirligini bitta mashg'ulot o'tkazgan bo'lsa, bilish hali qiyin. Shuning uchun Kannavaro emas, ko'proq menimcha hali Kapadzeni uni tavsiyalariga kirib, ko'proq menimcha tarkiblagan bo'lsa kerak va Kapadzedan biz bilamiz, nima kutish bilamiz. Shuning uchun kutilgan tarkib bo'ldi. Darvozabonimiz o'sha jarohat bo'lganligi uchun kimlardir Ne'matov o'rnida boshqani taxmin qilishdi, lekin baribir Ne'matovga ishonch bildirildi va bu to'g'ri ham bo'ldi. Undan tashqari qolgan chiziqlarda markazda Mazgovoy tushgani ham yaxshi bo'ldi. Menimcha yaxshi bir taassurot uyg'otdi. Muxlislar hech kim tanqid qilgani yo'q Hamrobekov yo'qligiga. Keyin boshqa chiziqlarda ham menimcha deyarli kutilgan tarkib, o'sha yo'qotishlarni o'rnini bosuvchi kutilgan futbolchilar tushdi men uchun. Bu taraflama qanaqadir katta bir o'zgarish ko'rmadim. Menda ham shunga yaqinroq holat, faqat bitta narsa xursand qildi. Shu uchrashuv oldidan ikki futbolchini chaqirilganligi. Bular Umar Eshmurodov hamda Azbek Turg'unboyevni alohida Kannavaro o'sha Kafa Cupdagi o'yinlarni ko'rib chiqib chaqirishga qaror qilgan va bu yerda Odil Hamrobekovning zaxiraga olinishi, ya'ni umuman qaydnomada bo'lmadi, uning o'rniga Akmal Mazgovoy tushdi. Chunki Odil Hamrobekov bir nechta uchrashuvni o'sha traktorda sharhlab ham borgandim. Oxirgi 10-15 daqiqada tushyapti. Bu esa o'sha jismoniy holatiga, formani ushlab turishiga ta'sir qilganligi ko'rinayotgandi-da. Akmal Mazgovoy esa Baniya safida mayli jamoasi yaxshi natija qayd etmayotgandir, lekin 90 daqiqa o'ynayapti va hozir shaxsiy fikrim o'zbek futbolida eng mehnatkash futbolchi, eng jismonan yaxshi holatdagi futbolchilardan biri Akmal Mazgovoy va uning maydonga tushirilishi to'g'ri bo'ldi deb o'ylayman. Himoya chizig'ida biroz o'sha Alibek Davronov va Muhammad Qodir Hamroliyev har doim ham o'ynaydigan futbolchilar emas. Yo'qotishlar bo'lganligi uchun qo'yildi. Rustam Ashurmatov ham o'sha jahon chempionatiga chiqqan o'yinimiz Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi bahsdan keyin atigi bitta uchrashuvni o'tkazdi Istiqlol safida. 90 daqiqa to'liq o'ynadi. Ya'ni u ham hali o'zining optimal holatida emas edi. Himoyada Eshmurodovni tushirsa kerak deb o'ylagandim. Chaqirgandan so'ng baribir tajribali himoyachi bo'lib ham o'zi himoyachi bo'lgan, juda yaxshi tushunadigan nuqtasi yo'q. Alibek Davronov va Muhammad Qodir Hamroliyevga imkoniyat berdi. Hamroliyev esa o'ziga berilgan daqiqalardan juda ham zo'r foydalandi. Asosiy tarkib menimcha sizda ham shunaqa fikr, bu tarkibni katta ehtimol bilan Timur Kapadze maslahati orqali tuzib chiqqan. Ya'ni bu boshlang'ich tarkibda Timur Kapadzening qo'li ko'rinyapti. Men ham shunaqaroq fikrdaman. O'sha himoyachilarga endi to'xtalmoqchi edim. Himoyachilar lekin o'sha uslubda o'ynashdi menimcha. Avvalgi optimal tarkibimizdagi futbolchilar qanaqa o'ynagan bo'lsa, to'g'ri, balki darajada qaysidir joylarda biz ularni chunki bosim deyarli tayinli bosim bo'lmadi-yu. Bilolmagandirmiz, lekin bunday olib qaraganda o'sha tizimli asosiy tarkibimiz qanday tizimda o'ynagan bo'lsa, xuddi o'sha tizimda o'ynab berishdi men uchun. Va o'sha long ball zo'r, baribir chiroyli chiqdi. Eldorning o'zi ham zo'r ochildi va o'sha his qildi-da chiziqni. Var ko'rib chiqdi keyin. Var ko'rib chiqdi, lekin inobatga olmadi-da, keyin inobatga oldi. Keyin menga yana bitta narsa yoqdi. Futbolchilarimizda kim o'rniga tushsa ham o'sha tizim qolyapti. Qanaqadir o'zgarib ketayotgani yo'q, uslub o'zgarib ketayotgani yo'q. Biroz bo'rttirilgan o'xshatish bo'lar, u Paris Saint-Germainda shunaqa. Shuncha jarohatda ham tizim yo'qolib qolmayapti-yu, bizda ham shunaqada, chunki Ustundan Aliqulov va Abduqodir Husanov nafaqat himoyada terma jamoa asosiy o'yinchilarida har qanaqa chiziq bilan olib qaralsa, ular yo'qligidagi shunaqa himoyani qo'yib beryapti. Vakillarimiz qoyil qolish kerak, tizim yo'qolmagan. Keyin baribir o'rtoqlik o'ynaydi, shuning uchun raqib ham eksperimentlar qildi menimcha. Keyin raqib murabbiyni ham o'z debyuti. Shuning uchun u ham agar rasmiy o'yin bo'lganda menimcha ancha himoyaviy o'ynatgan bo'lardi. Sal osonroq bizga nima deydi, imkoniyatlar berib qo'yildi. Himoyani yuqoriga chiqishi oqibatida yaxshi ham bitta vaziyatni ura olmadi. Aslida hisob boshqacharoq ham bo'lishi mumkin edi. Endi to'qnashuvlar bo'ldi, to'g'ri, jarohat oldi Abbos, lekin umuman olib qaraganda imkoniyat baribir berdi-da. Kuvayt o'rtoqlik o'yindan kelib chiqib eksperimentlar qilishga qaror qildi.
Nima deb o'ylaysiz? Kuvaytga qarshi o'yinda Kannavaroning imzosi sezildimi? Kannavaro hali o'rganish jarayonida menimcha. Hali u imzosi ko'rinishi uchun bitta ikkita o'yin kam. Hatto 3-4 o'yinda ham hali nimadir katta o'zgarish qilish qiyin. Bitta qanaqadir kichkina detallarda nimadirlar sezilishi mumkin. O'zi sezildi ham desa bo'ladi. Misol uchun Hojimatni misol uchun qanotlarda o'ynashiga menimcha erkinlik berildi. O'sha qanotlarda markazda ham o'sha gol urgan paytda markazda ham o'ynadi. Balki unga ko'proq qanaqadir erkinlikni u bergandir. Uni bilmaymiz endi ichkarida nima bo'lganini. Lekin hali katta bir o'sha aytganimdek Amerika ochgani yo'q. Biror bir futbolchining pozitsiyasini o'zgartirib qanaqadir uni bizga qanaqadir kashf qilib bergani yo'q yoki bo'lmasa aksincha. Shuning uchun Menda bir ikkita kichik detallar sezildi baribir o'sha kiritilgan gol. O'zi bu narsani sezishimiz uchun matbuot anjumani juda kerakli bo'ldi. Matbuot anjumanida aytdiki, o'sha birinchi Hamroliyevning uzatmasidan keyin Shomurodov gol urgan vaziyat kecha mashg'ulotlarda xuddi shu narsani ishlagandik dedi. Ya'ni ish berdi mashg'ulotlarimizda. Demakki, bu Kannavaroning imzosi va yana bir narsaki, Temur Kapadzeni juda ko'p ko'radiganimiz o'sha Gvardiolani muxlisi-ku Kapadze seziladi. Uzatmalar, qisqa paslar, maksimal darajada jarima maydoniga yaqinlashib, keyin darvoza tomon zarba yo'llanadi. Kecha uzun paslar juda ko'p edi. Alibek Davronov ham, Ashurmatov ham, Muhammadqodir Hamroliyev ham himoyadan hujumga bitta pas bilan chiqishga harakat qildi. O'zbekiston terma jamoasida hatto Katanes davrida ham bitta pas bilan hujumga o'tib ketish holatlari juda kam edi. Va o'zi ham Eldor bitta o'zi yakkalanib qolaverardi. O'shanda o'rtada yarim himoyachilarimiz uzoq nima deydi, uzilish paydo bo'lardi. Bog'lanmas. Bunisi shu rostdan ham sezildi. Men shunga e'tibor bermagan ekanman. Qanotlarimiz ham zo'r qo'llab-quvvatlashdi. Endi oldin ham qanotlarimiz zo'r bo'lgan-u, lekin bu safar qanaqadir Eldor yakkalanib qolmagandek tuyuldi-da. Keyin kecha Otabek Shukurov faoliyatida bunaqa erkin o'ynagan o'yinlarni eslolmayman. Ya'ni Hamrobekov bilan bo'lsa ikkalasi o'rta chiziqda yonma-yon turishardi-da. Akmal Mazgovoy xuddi sen oldinga boraver, bu yog'i men ishim degandek. Himoyadagi hamma ishlarni bajardi-da. Raqib hujumini buzish bo'lsin, birinchi pasni berish bo'lsin. Otabek Shukurov o'nlik pozitsiyaga playmakerga aylanib ketdi-da. O'sha ikkinchi golda Hojimat Erkinovga bergan pasni aytishimiz mumkin. U hujumga yaqinroq, erkinroq o'ynadi. Balkim biz himoyada mana bunaqa ikkilik ko'rardik-ku. Endi oldinda bitta, orqada bitta yarim himoya o'sha tizimini ko'rib qolarmiz deb o'ylayapman. Va intervyusidan yana bitta anglaganim bu Kannavaroga universal futbolchilar kerak. O'ng qanotda ham, chap qanotda ham o'ynay oladigan futbolchilarni qadrlashni aytdi. Ya'ni tez-tez qanot o'zgartiradigan o'yinchilarga muhtojmiz degandek fikr bildirdi. Kim o'sha bu juftlikni Akmal Mazgovoy bilan Otabek Shukurovni Jorjinyo bilan Kantega o'xshatdi. Endi to'g'ri ular boshqa daraja bo'lishi mumkin, lekin o'xshashdi funksiyalar. Vazifalar bir xil. Vazifalar o'xshash. Kante ham misol uchun oldinga chiqib ketar. Otabek ham xuddi shunaqa ish qildi. Jorjinyo misol uchun hujum yo'nalishini belgilab beradi. To'p misol uchun qayerga yo'nalishni ko'proq belgilab bera oladi. Jorjinyoda ham to'p bilan munosabat, ya'ni muomala yaxshiroqdi. Akmal Mazgovoy o'zi mana nasabga yetishmayapti dedi-ku. O'sha xislatlarni yaxshi ancha shakllantirsa, yana ham kuchaytirsa, menimcha yanada ko'p foydali bo'ladi. Chunki Hamrobek bilan Shukurov nisbatan yaqinroq, yaqinroq bir-biriga. Shuning uchun hali Iskandarov ham bor, undan tashqari G'aniyevga imkoniyat berishni boshladi. Faqat men Bo'riyevni qanaqa foydalanar ekan deyman. Bo'riyev eng hozir mana shu raqobatchilik ichida nisbatan hali to'liq bir potensialni ko'rsata olmagan deydi. Shunday. Men ham 5-chi deb o'ylayman. Aynan yarim himoya chizig'ida G'aniyev hattoki hozir namoyish etayotgan o'yini, klubdagi o'yini bilan bemalol Kannavaro jamoasida asosiy tarkibda kurasha oladi. Qaysi futbolchi sizlarda eng yaxshi taassurot qoldirdi shu o'yinda? Baribir Hojimat menga juda yoqdi. Juda o'zini erkin his qildi. O'zi eng yaxshi o'yinchi ham bo'lishga loyiq edi. Penalti ishlab berdi, gol urdi. Undan tashqari qanotlarda o'sha Abbos chiqib ketgandan keyin u qanotda ham, bu qanotda ham deyarli birdek o'ynay olishini ko'rsatdi. Keyin kim? Endi himoyachilarimizni baribir himoyadagi qanaqadir vazifalarni to'liq ko'rmadik-da. Baribir himoyalanmadik. Bir tarafdan shunisi ham o'ziga o'zgarish bo'ldi. Ya'ni ko'proq endi to'p bilan muomalada bo'ladigandek tuyulyapti jamoamiz. Balki endi kuchliroq raqib Urugvay bilan sal boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Va Mazgovoy ham aytish kerak. Menimcha Mazgovoy qanaqadir nima deydi, baribir nisbatan tajribasiz terma jamoadagi o'yinlar bo'yicha biroq zo'r darajani ko'rsatdi. Men uchun eng yaxshisi Akmal Mazgovoy bo'ldi, lekin Muhammadqodir Hamroliyevni alohida aytardim. Muhammadqodir Hamroliyev bilan alohida o'sha intervyu ham qilganimda aytganda hujumga chiqishni juda yaxshi ko'raman deb.
O'zi o'ng qanot, himoyani o'ng qanotida o'ynayapti-yu va oldinga intilyapti, oldinga paslar juda ko'p. Tavakkalchi himoyachilar hozir qadrlanadi-yu, birinchi pasni bera oladigan. Shunaqa himoyachi va buning natijasida o'zi eng yaxshilardan biri Hojiakbar Aljonov bo'ldi. O'ng qanotda nechta muvaffaqiyatli, lekin Aljonov allaqachon o'rgatib qo'yganda, bu o'z darajasida o'ynab berdi xolos. Va u bemalol hujumga borib kelishi uchun Muhammad Qodir Hamroliyev qanotni ham yopganligi o'sha sug'urtaladi. Shuning uchun Hojimat Erkinov gap so'z bo'lishi mumkin emas hujumdagi harakatlar, ammo menga Akmal Mazgo'y va Muhammad Qodir Hamroliyev aynan tizim nuqtai nazaridan zo'r ishlab berdi deb o'ylayman. Hojiakbar esa endi individual mahorat. O'sha bitta vaziyatda Eldor Shomurodov chap oyoqda zarba berib gol ura olmadi-yu, o'sha joyda ham o'ylab topgan pasi zo'r edi. Ko'z tegmasin, endi qanot vingerlarda yana bitta jiddiy raqobatchi paydo bo'lyapti futbolchilarimizga. Nima deb o'ylaysizlar? Kannavaroning kelishi jamoamizning yetakchilariga qanday ta'sir qildi? Endi har qanaqa holatda ham baribir murabbiy o'zgarsa, menimcha yetakchilar ham yana bir bor potensialni ko'rsatishga harakat qilsa kerak. Chunki yangi kelgan murabbiy ularning ming video nima deydi, yozuvlarda highlightslarini ko'rganim bilan, lekin real hayotda ular nimalarga qodirligini baribir tekshirib oladi. Shuning uchun bu faqat plyusga yuradi deb o'ylayman. Ya'ni yetakchilar Eldor bo'ladimi, keyinchalik Jalol qaytadi yoki Abduqodir Cityda o'ynasa ham tayyormi, asosiy tarkibga kirishga loyiqmi, shuni isbotlashga harakat qilib bo'lib ham umuman begona yurtdan kelayotgan murabbiy. Shuning uchun men buni faqat plyusga yuradi deb o'ylayman. Misol uchun Kapadzega kimlardir erkatoylik qilishi mumkin qaysidir vaziyatlarda, endi o'zimiznikida. Lekin bu yangi murabbiyga xuddi avval Kuperda yoki avvalgi murabbiylarda bo'lgani singari jiddiyroq yondashadi o'zini vazifasiga, ishiga. O'zi shundoq omillar professional albatta, lekin joy kelganda baribir har qanaqa futbolchida kuzatilsa kerak, erkatoylik qilishi mumkin. O'sha narsa kamroq bo'ladi endi. Shuning uchun hamma liderlarga bu faqat plyusga ishlasa kerak. O'zi meni milliy terma jamoa deganda xayolimga 3 ta lider keladi: Shomurodov, Shukurov va Masharipov. Bular orasida Shomurodov har qanday murabbiy bilan o'sha ishlab keta oladigandek. Qaysarligi yo'q, o'sha odatiy Eldor Shomurodov. Otabek Shukurov esa baribir o'sha murabbiyning fikrlarini maydondagi futbolchilarga yetkazib berishda eng muhim o'yinchida, baribir nutqlaridan, o'sha intervyulardan bilamiz u. Shuning uchun va Otabekni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi qo'ygan o'sha Instagramga qo'ygan rasmlarda ham ko'ryapmiz, juda ko'p murabbiy bilan suhbatlashyapti. Demak, u bilan joyida. Lekin Masharipov shaxsan men uchun qiziq mavzu. Jaloliddin Masharipovda endi raqobat ham kuchaydi qanotida. Raqobat ham kuchaydi. Jaloliddin menimcha terma jamoadagi eng katta figuralardan baribir har qanaqasiga uning qaytishi qanday ta'sir o'tkazadi, bu juda katta plyusga ham ishlab ketishi mumkin. Kannavaro bilan yaxshi munosabatda bo'ladigan bo'lsa va o'zi har qaysi murabbiy davrida hayron qolayotgandik-ku, Oston O'runov, Abbos Fayzulayev va Jaloliddin Masharipov, ya'ni qanotda o'ynay oladigan 3 ta futbolchimiz bor, bittasi zaxiraga o'tib qolishi kerak. Va endi Oston ham, Abbos ham katta yetakchi o'yinchilarga aylanyapti. Shu nuqtai nazardan balki muammo ham bo'lib qolishi mumkin degan bir. Undan tashqari yaxshi yoshlar yetishib chiqyapti, shu Turg'unboyev yoki Erkin Femetsi bo'ladi. Bemalol hozir men terma jamoada o'ynay olish mumkinligini ko'rsatishyapti. Ya'ni o'zi hozir Oston bilan Jalolga raqobatchi deb turibmiz, lekin o'sha raqobatchilar ham bor-da. Hali Ruslanbek Janov, Alisher Odilevlar ham bor-da. Shuning uchun juda muhim, baribir har qaysi murabbiy borganda til topishi kerak o'sha liderlar bilan. Bizda 3 ta muhim lider bor. Bular katta rol o'ynaydi. Bizda yana bitta narsa shakllanib qolganda, shu joyda aytib ketdik. Lider degani doim maydonda o'ynash shart degani emas-da. U tarkibda qaydnomada bo'lganning o'zi katta rol o'ynaydi. Misol uchun o'sha Ronaldolar ham chiqib ketgandan keyin ham o'sha maydon tashqarisida Santushga kerak bo'lsa, nima deydi? Xoljoniga qo'ymasa qanaqadir o'zining fikrlarini bildirib turgan. Shuning uchun ba'zida formada bo'lmasa, tushmasdan turib ham menimcha liderlik qilsa bo'ladi. Shu narsani menimcha Kannavaro qilsa kerak. Chunki Kapadzeda bu narsa nisbatan kamroq bo'lishi mumkin. O'zi bitta to'g'ri gap aytdingiz. Kapadzega erkalik qilsa bo'ladi o'zimizniki, lekin Kannavaro nafaqat xorijlik murabbiy, u juda katta figurada. U oltin to'p sohibi, jahon chempioni va unga menimcha o'sha daraja Zidan kelganda Real futbolchilari bosilgan-ku, darajani his qilishgan. Menimcha shunaqa ham bo'ladi deb o'ylayman, baribir. Urugvayga qarshi o'yin Kuvayt bilan o'yindan qanday farq qiladi deb o'ylaysiz? Endi Kuvayt baribir ancha eksperiment qilib o'ynadi, chunki o'rtoqlik o'yinliligini sal sezib turdi-da, ko'p joyda sezilib turdi.
Urugvay bilan o'yinda nisbatan Bielsa bo'lganligi uchun man murabbiy boshqacha o'yin bo'ladi deb o'ylayman. Jiddiy yondashadi. Bielsa to'g'ri asosiy tarkib vakillari yo'q. O'sha Nuneslar yoki Valverdelar, Ugartelar ko'pchilik liderlar yo'q ekan. Biroq baribir bu yoshlar bilan ham bizga ancha muammolar tug'dirishga harakat qiladi. Mana endi menimcha nimalardir qaysidir detallarni ko'proq ko'rishimiz mumkin. Chunki raqib bizdan baribir daraja nuqtai nazaridan kuchli, garchi tarkib optimal bo'lmasa ham, ana endi mana ko'proq menimcha biz ozuqa olamiz. Ko'proq joy kelsa nima deydi, fikr bildirishimiz mumkin bo'ladi. Quvaytga qarshi o'yinda Cannavaro o'zi xohlagan narsani ko'rib olishi mumkin, ya'ni jamoasini himoyalanishini, jamoasi balkim hisobda ortda qolayotganda qanday, Urugvayga qarshi o'yinda qanday reaksiya berishini ko'rib olishi mumkin. Quvaytga qarshi imkonsiz edi. Quvaytga qarshi birinchi raqamda edik va jahon chempionatida nasib qilsa keyingi yil baribir Quvayt kabi raqib bilan o'ynamaymiz. Katta ehtimol. O'zicha, ya'ni bitta narsa gapingiz bo'ldim. Quvayt ham avtobus qo'yib o'ynaganda bor, unda ham nimalarnidir tekshirib olsak bo'lardi. Quvayt na unisini qildi, na bunisini qildi-da. Quvayt haqiqiy o'rtoqlik o'yini, o'rtoqdek o'ynab berdi bizga. Urugvay esa biroz boshqacharoq, ya'ni Urugvay jahon chempionatida tushishimiz mumkin bo'lgan raqiblar orasida o'sha o'rta miyonasida, ya'ni Urugvaydan kuchli jamoalar yoki sal kuchsizroq jamoalarga tushish ehtimolimiz katta. Shuning uchun Cannavaro uchun juda muhim bahs. Birinchi bahs Quvayt bilan bo'lgan yaxshi ham bo'ldi. Natija bosimini olib tashladi, g'alaba qozonib boshladi. Endi Urugvay bilan natijani o'ylamasdan himoyalanishni, to'p nazoratini, jiddiy raqibga qarshi qanday o'ynashni ko'rib oladi va juda ko'pchilik aytayapti, Urugvay yosh tarkib bilan keldik, lekin shunda ham 10 dan ortiq o'sha top 5 chempionatda o'ynaydigan futbolchilar bor-da. Har qanaqa holatda Urugvay terma jamoasi bu dunyoning katta terma jamoalaridan biri. Keyin tarkib o'zgarishi mumkin deb o'ylayman mana shu bahsda. To'g'ri, bizda ham sal boshqacharoq yangiliklar bo'lsa kerak. Keyin baribir Bielsadan ham kelib chiqish kerak edi. Bielsa doim futbolchilardan tinimsiz mehnatni talab qiladi-yu, shuning uchun bunaqa kuchli 90 daqiqa davomida menimcha o'rtoqlik o'yini darajasida o'tmasa kerak deb o'ylayapman. Shu taraflama biz ham ayrim nima deydi, futbolchilarimizni 90 daqiqa, ya'ni distansiyada qanchalik masofada chidamliligini ko'rib olamiz-da. Bielsa o'zi zamonaviy murabbiylarning otasi deb aytiladi-yu. Avvaldan ishlagan bo'lsa ham u zamondan oldinga o'tib ketgan deyiladi-yu. Maksimalist murabbiy o'rtoqlik o'yiniga qarab o'tirmaydi deb o'ylayman. Men ham Cannavaro uchun sinov demagan bo'lardim, futbolchilarni haqiqatan tanib olish uchun, maydondagi futbolchilarni tanib olish uchun eng zo'r o'yin. Bir tarafdan yaxshi ham. Hozir agar optimal tarkibda o'ynaganda unda aniq qiynalishimiz bo'lardi. Hozir sal nisbatan oradagi farq o'ynasa bo'ladigan holat. Oradagi farq qisqaradi. Shuning uchun bizniki ham optimal emas-da tarkib. Bunisi ham bor, to'g'ri. Noyabr oyida bo'lib o'tadigan Misrga qarshi o'yin haqida fikrlaringiz? Shu qiziq bo'ldi. Yaqinda chiqdi-yu xabar. Men xursand bo'ldim. Misr bilan o'yinimiz bo'lishi, baribir jahon chempionatini naqd qildi yaqindagina. Salahi bor, undan tashqari top chempionatlarda o'ynagan futbolchilar yetarlicha. Marmush keladi. Marmush bor aytgancha, endi yangi yulduz. Zo'r bo'ldi. Bu jahon chempionatiga juda bir yaxshi bosqichma-bosqich kuchayib boradigan jamoalarga qarshi o'ynayapmiz. Endi Misr baribir har qanday holatda ham menimcha ancha jiddiy raqib, nafaqat bizga, boshqa jamoalarga ham. Yevropaning grandlariga balki sal qiynalishi mumkin, lekin baribir Liverpoolda o'ynaydigan yoki Cityda o'ynaydigan futbolchilari bor-da. Bo'lban hujumda o'ynaydi. O'zi juda ko'p savol berilardi-yu, mayli jahon chempionatiga chiqdik, bu bizga nima beradi deb. Urugvay bilan o'ynayapmiz, Misr bilan o'ynayapmiz. Ya'ni ular taklif etishyapti musobaqalarga. O'rtoqlik turniri bo'lsa ham Eron, Cabo Verde va Misr deyilyapti. Lokatsiya ham Birinchi Birlashgan Arab Amirliklari deyilgandi, keyin Misrga o'zgardi deb xabar chiqyapti. Qo'shilaman, Muhammad Saloh, Umar Marmushdek yulduzlari bor jamoa u yerda. Kichik baribir musobaqada yarim finalda Misr bilan o'ynaymiz. Eron va Cabo Verde ikkinchi yarim final juftligini hosil qilyapti va ikkinchi bahs ham Cabo Verde katta ehtimol bilan u paytgacha jahon chempionati yo'llanmasini hal qilib bo'ladi. Va Eron terma jamoasi yana finalda Eron bilan ro'baro kelishimiz mumkin. Bunisi ham qiziq. O'zi bizga final bilan boshlanyapti o'zi menimcha, Misr bilan. Misr bilan istalgan jamoa o'sha Ispaniya Super Kubogida Real Barsani to'qnash keltirmaslik uchun yana finalda o'ynatishadi. Biz allaqachon eng kuchli jamoasi bilan o'ynab bo'lamiz yarim finalda va ungacha Cannavaro jiddiy tayyorgarlik ko'rib oladi. Urugvay bilan bahs va o'zi o'sha birinchi o'yindan keyingi matbuot anjumanida intervyuda aytib o'tdiki, hamma futbolchilar uyga ketadi, o'yinni tugatib bo'lib
Men esa yo'q. Men O'zbekistonga kelaman, Superliga o'yinlarini Shuni kuzataman va aytmoqchi edim mana. video muloqot orqali har bir futbolchi bilan o'sha ishlab boraman jahon chempionatigacha. Boshqa yo'lim yo'q degandek fikr bildirdi. Ya'ni noyabrgacha u yana ko'proq kuzatadi futbolchilarni. To'g'ri. Men o'sha Superligani aytmoqchi edim. Ayni eng zo'r hozir pallasi bo'ladi. Hammada motivatsiya bor-da. Shuning uchun hamma o'zini to'liq potensialini ko'rsatishga harakat qiladi. Menimcha u paytgacha ayrim liderlarimiz ham qaytib qoladi. Masalan, Abduqodir qaytgan bo'ladi. Uni ham City'dagi o'yinda Masharipov ko'rib qaytadi. Masharipov bor. Zo'r. To'g'ri vaqt kam baribir. Kanavaro to'liq hamma g'oyalarini singdirish uchun vaqt baribir oz. Lekin nisbatan bundan kech bo'lsa, misol uchun deylik, noyabrda kelganda deylik, ana unda umuman kech qolgan bo'lar. Keyin Cannavaro bu yoqga taktik sxema, uslubni o'zgartirish bo'yicha o'ylamayapti shekilli. Futbolchilar bilan o'sha Abbos jarohat olgan vaziyat yoki to'xtalishi bo'lganda do'stona munosabat qurishni xohlayotgandek, ya'ni oilani shakllantirib olmoqchi, shunisi muhimroq deyapti. Keyin rostdan shuni farqini sezildi. Suhbatlashayotgan shu murabbiylarimiz bilan, shtab bilan, misol Kapadze bilan ham yoki futbolchilar bilan gaplashayotganda, baribir Katanisda sal tepadan qattiqqo'llik bilan qarash sezilib turardi. Bunda samimiylik sezilib turibdi. Kirishuvchan deymiz, shunaqa. Shu narsasi yaxshi ekan. Men shu jihatni ham aytmoqchi edim o'zi. Yo'q, ko'ramiz endi baribir. Faqat omad tilaymiz endi terma jamoamizga. Endi o'zi Kapadze ketib yangi murabbiy tayinlanish haqida gap so'z bo'lganda juda ko'pchilik e'tiroz bildirdi-yu, lekin bo'ldi, tayinlandimi yangi murabbiy, u bilan birgalikda yo'lga chiqdik. Faqat bu yoqqa muxlislik qilamiz. Cannavaroning har bir yutug'i bizning ham yutug'imiz endi. Albatta. Va biz Kapadzeni hech qachon chetga baribir surib qo'ymaymiz. Kapadzega ham ishonamiz. Bu aksincha uni o'zini tajribasi oshishiga katta yordam beradi. Sizlarga ham rahmat savollar uchun. Kanalga obuna bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu yog'iga endi Urugvay bilan o'yindan keyin balki fikrlarimiz bilan o'rtoqlashamiz.